Voy turishini qaranglar buni. Angus bilan Avlikol boqaman degan aka-ukalarimiz bormi? Oxirgi paytlar bizda ko'proq zotdorlar chiqyapti akalar. Mana Avlikollarimiz. Kuchligi akalar. Zotiga qiziqaman deydiganiga mana nasldor Avlikol va Angus buqamiz akalar. Qiziqqan aka-ukalarimiz bor. Bugun mana shuni chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Islomjonuz YouTube kanali obunachilari, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari, mana qanday zotdor buqalarning ishqibozlari, YouTube foydalanuvchilari. Hurmatli obunachilar, bugun biz yana Bezotbek do'stimiz fermasiga keldik. Manzilimiz Andijon viloyati Paxtaobod tumani Oltinmatoq eski HBKning oldida. Bezotbek do'stimizning mini fermasida, xudo xolasa, yana ikki bosh zotdor mollar chiqib qolgan ekan. Xudo xolasa, obunachilarga taqdim etaylik deb chiqarishni boshladik, xudo xolasa akalar. Zotdor mana qanday Avlikol bilan Angusga qiziqqan aka-ukalarimiz kommentariyada yozishyapti, ko'pchilik yozyapti. Shu zotdorlardan ko'proq bo'laversin, chiqaravering deyishyapti, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilyapman, hurmatli obunachilar. Endi xato kamchilik, nuqsonlar bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'rab videomizni boshladik, hurmatli obunachilar. Videomizni boshlanishidan oldin kanalimizga obuna bo'lmaganlar shunday obunani bosib, bittadan like tugmachasini, klass tugmachasini bosib qo'ysanglar, kanalimiz rivojiga hissa qo'shasizlar. 20 mingta deb ko'p videoda 20 mingta deb gapirdim akalar. 20 mingtaga haqiqatan ham oz qolyapmiz. Juda ham oz qolyapmiz. Obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa 20 mingtaga ham tezlaylar, zabt o'tib ketamiz inshaalloh. 30 ming, 40 ming bo'lib, xudo xolasa safimiz kengayadi. Faqat uning uchun juda ko'pchilik meni obuna bo'lmay ko'ryapsizlar. Obuna bo'linglar akalar, обязательно obuna bo'linglar. Mana qanday chiroyli buqalarni ko'raman deydigan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib yoritib beramiz. Bezotbek, assalomu alaykum. Oshna, yaxshimisiz? Charchamasdan. Bo'lyaptimi ishlar? Xudo xolasa zotdorlari. Nasldor paroda buqalar. Zot olaman deganiga ham, baqariga ham, ha? Xudo xolasa bo'laveradi. Oshna, endi bularni yeb ichishdan boshlaylik. Nima desangiz, nimalar obunachilar yeb ichish qanaqa buni deb so'raydi birinchi o'chirda. Sog'lik salomatligi. Akalar, buqani ko'ryapsizlar. Sog'lik salomatligi bir hafta 10 kunga xudo xolasa javob beriladi. Albatta, har doimda yashir va germaydan tashqari. Allohga shukr, ancha unaqa kasalliklardan yiroq bo'lib qoldik-a, xudo xolasa. Kasalliklar yo'qolsin, nima bo'lmasin, xudo xolasa ko'paymasin akalar. Mana qanday zotdor mollarni ancha-munchasini nima qilib qo'yapti, u yiqitib qo'yapti. Mana qanday buqalarda soni ko'paygani yaxshi bizga, xudo xolasa. Oshna, xo'p, bunimizni bo'yini qancha deyapsiz endi? Oshna 1.30 tepasida 1.30 ga olaversin mana shu qolani. Mana shu 1.30 tepasida chiqadi angusimiz. Hurmatli obunachilar, ko'rinishini qaranglar, bu jonivorni. Mana. Mana buqamiz to'liq ko'rinishi. Akalar ustlarini, yelkalarini bir ko'rib qiziqib qo'yaverasizlar. Nasldor buqaga qiziqqan akalarimizga xudo xolasa. Shunaqangi videolarda akalar jo'natib qo'ysanglar, shunaqangi Avlikolga, Angusga qiziqadigan akalarimizni yuborib qo'ysanglar, videoda yaxshi bo'ladi. Agar yuborib unaqa bola menda yo'q deydigan bo'lsanglar, albatta YouTube'da bor. Bittadan like bosib qo'ysanglar, shu video yetib boradi. Ko'pchilik kech qolyapti videodaligi kattalikka chiqishga juda qiynalanyapti uydan chiqargan videolarimiz. Shuning uchun like bosib qo'ysanglar, asha insonlarga tezroq yetib boradi. Like qizg'anmanglar, sizlardan pul olmaydi, har doimda aytaman, pul olmaydi, boshqa qilmaydi, menga pul to'lab qo'ymaydi bu. Mana hurmatli obunachilar. Oshna, bunisini bo'yini necha pul deymiz? Nechiga aytamiz? Pul keyin to'xtalamiz. 25 plus qilaveramiz. 1.25 plus 25 ga olaversin. 1.25 ga olaversin, xudo xolasa plusda chiqadi. Mana hurmatli obunachilar. Tanalardan tortib akalar mana kalla tumshuvlarigacha. Qaysi birini kuratishi bor? Qorasini kuragi bor. Kurak surgan. Ha, yangi surgan. Bunimiz paltarashga. Paltarashga. Hurmatli obunachilar, paltarashga, ya'ni 1.5 yashar. Hali 2 yoshga to'lmagan. Bunimiz xudo xolasa 2 yoshga to'libdi, 2 yashar bo'libdi inshaalloh. Buqani o'zini ham ko'rib qo'yarasizlar. Akalar, savolatini ko'ringlar, buni turishini qaranglar. Jonivor. Bu dunyoda buqasi emas akalar. Kallalari. Mana oldilari.
Duosi yaxshi ko'ring degan umiddaman, hurmatli obunachilar. Umligi hamma o'zida. Oq qashqa ekan. Mana akalar. Yo'q, O'ta ham yuvosh. Buni ham tirnalariga ham bir qator e'tibor berib qo'ya olasizlar, hurmatli obunachilar. Mana qanday nasldor buqalarni olaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, duosi bemalol telefon qila olasizlar. Inshaalloh, bu yoqqa gaplashilmaydi inshaalloh. Oshna telefon nomerlarida ayting, keyin narxiga batafsil to'xtalaylik. 93lik, 93lik 642, 642 4749 nomerlariga aloqaga chiqa olasizlar, hurmatli obunachilar. Mana qanday nasldor buqaga qiziqqan aka-ukalarimiz. Xo'p, oshna narxini baribir ikkalasi bir xil bo'lmasa kerak. Jupiga keyin aytamiz. Oldin bittalab ayting. Yakkalabiga nech pul? Donalab andaqasiga nech pul? Jupiga. Oshlar bular endi ikki oy ham paroda narsalar. Xudo olsa ikki oyni ham zoti bor. Mana kelajagi bor bu qolar. Endi bu qorasini oshna 28,5 bersin. Bizga xayrini qilib beramiz. 28,5 kam bor. Ha, kami bor. Avlikolimiz-chi? Avli qo'limizga Mana shular. 28 bersin. 28. Avlikolimiz 28 million so'm kami bor, hurmatli obunachilar. Ikkalasini ham kami bor. Telefon qila olasizlar, aloqaga chiqa olasizlar. Bunaqangi zotdor molga qiziqqan aka-ukalarimiz telefonni qilib, xudosi bezot yoshlarimiz bilan bemalol kelishib nima qilina oladi. Karta raqamlarimiz bormi? Hamma yo'q bor, oshna. Zotdor Sharoitini qilamiz. sharoiti qilinadi, hurmatli obunachilar. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz bittadan like bosib, hamma yo'g'ini bejolar. dastavkalari bilan xudo olsa. Dastavkalari bilan xudo olsa qilib beriladi aziz obunachilar. Vodiydan tashqariga akalar kelishini oladi, xudo olsa. Mana hurmatli obunachilar, ularni qaranglar. Orqa taraflarigacha ham bir e'tibor berib qo'yasizlar. Jonivorni qarang. Gazi bor bu qolar, hurmatli obunachilar. Xo'p, shu ikkala buqalarimiz, hurmatli obunachilar, qiziqadigan aka-ukalarimiz bemalol telefon qila olasizlar. Xudo olsa, olgan odam ham sizlar maza qilib nima qiling, nima desa bo'ladi. Barakasini topsin, olgan odam maza qilib olsin, uyga borib turib, shunday olib kelgan insonlar iltimos, olgan insonlar shu kommentariyaga yozib qo'yinglar. Uydan mol chiqarayotgan bo'lsak, olgan insonlar kommentariyaga molni oldim, rahmat deb yozib qo'ysanglar, shu bizga motivatsiya bo'ladi akalar. Like ayamasdan bosinglar, kanalimizga obuna bo'lmagan aka-ukalarimiz obuna bo'linglar. Nima sababdan ko'proq gapiryapman akalar? Shuncha mehnat, uzoq yo'l bosib kelinyapti ancha-muncha yillarga. Shuni qadrlagan holda akalar, albatta. Qadrlagan aka-ukalarimiz bittadan like bosib, qo'ygus. Yegan qo'llaylardan bittadan bosib qo'yinglar akalar, jalka emas va ko'proq insonlarga yetib borsin shunaqa videolarimiz. Uydan yana ham ko'proq chiqaraylik, xudo xolasa. Jup olaman deganiga yengil. Jup olaman deganiga nech pul? Jup olganiga Общий nech pul narx qo'yildi ikkalasiga hisoblanganda? hozir 56,5 bo'ldi. 56,5. Ha, donalar bo'lganiga. Donalar bo'lganiga. Agar jup olaman desa 56 yo'lini ham qilib beraman shuni. 56 kami bor, hurmatli obunachilar. 55,5 bo'libdi ana. 55,5. 55,5 kam bor, hurmatli obunachilar. Telefon qila olasizlar. Asha ekranda nomerlarimiz bo'ladi, xudo xolasa akalar. Olgan odam ham baraka topsin. Sotgan odam ham haligi nima qilmasin. Xudo xolasa akalar. Xo'p, videolarni oxirigacha ko'rgan aka-ukalarimizga adushiy rahmat. Joninglar sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Musofir yurtda yurgan aka-ukalarimiz sizlarni Alloh panohida asrasin. Sizlar borsizlar, O'zbekistonda rivojlanishiga katta hissa qo'shayapsizlar akalar. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan Islomjonimiz bo'ldi. O'zinglar asranglar. Ajratgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.